Hammaga assalomu alaykum azizlar. Bilganinglardek men kunlik vlog olishni boshladim o'zimning YouTube kanalimda. Shuning uchun bugun birinchi kun. Men bu haqida hali Instagram kanalimda ham e'lon beraman. Lekin bu video chiqqanda e'lon bergan bo'laman yo'qmi unisini bilmadim. Bizda soat kechqurungi 1. Ammo uyimizda mehmonlar bor. Shuning uchun meni ishim hozir oshxonani yig'ishtirish. Hozir sizlar bilan birga gaplashib, oshxonani yig'ishtirib tashlaymiz. Keyin ertaga ko'chaga chiqmayman. Vlogni uyda davom ettiramiz. Lekin 25-mayga tayyorlanish kerak. Hozir o'sha haqida gaplashamiz. Xo'p, 25-mayga keladigan bo'lsak, to'g'risi men 25-mayni jiddiy qabul qilmayotgandim. Lekin ko'plab o'rtoqlarim 25-mayga tayyorgarlik ko'rishni boshlashibdi. Shuning uchun men ham o'ylayman. Nimaki, sochimni nima qilib? Menda ikkita ideya bor soch turmak qilishga. Sochimni tepadan yig'ishim kerak yoki pastdan chingalik qilishim kerak. Pastdan chingalik qilish ikkilantiryapti, chunki chingalaklarim oxirgi paytlarda o'xshamayapti. Shuning uchun tepadan yig'amanmi deb o'ylab turibman. Bundan tashqari gaplashadigan mavzu. Instagramdagi videolarimda faol bo'linglar. Sizlardan so'raydigan narsalarim, chunki yangi videolar ko'p chiqyapti. Hozir endi idish yuvamiz. Hozirgi kunda video olishim juda ham qiyinlashgan. O'zingizlar to'g'ri tushunasiz umiddaman, chunki maktabdagi imtihonlar, lekin imtihonlardan ozod bo'lganman, baribir 25-may muammosi ko'p. 25-mayga tayyorgarlik, uydagi jarayonlar, ya'ni uyda ham hammaning o'z o'rni bor, o'z qiladigan ishi, o'z qiladigan vazifasi bor. Bundan tashqari Instagramga kontent joylashish uchun ham men kitob o'qishim kerak. Kitob o'qiganlarim o'sha fikrimni berishim kerak. Kitob o'qishim kerak va ana endi yana bitta vazifa sizlar uchun YouTube'da kunlik vlog olishga ham qaror qildim. Umid qilamanki, podдержка qilasizlar. Xo'p, idishlarni yuvib, oshxonani joylashtirib bo'ldim. Endi to'g'risi charchadim. Balkonga chiqmoqchiman. Sizlarni ham chiqaman hozir. Yağmur yağıyor şekilde. Yağmur. Hop. Shu bilan bugungi kunimiz tugadi. Bilaman, qisqa bo'lib qoldi, lekin nima desam ekan, boriga sabr qilinglar hozircha, chunki endi boshladim. To'g'ri bugunni. Keyingi safar ko'proq kun boshidan olishga harakat qilaman, shunda ancha to'liqroq bo'ladi. Xo'p, tong otdi, o'zi obedam bo'ldi. 10:30larda turgandim, zavtrak qilib, oshxonani yig'ishtirib. Mana ana endi sinamni o'ynatib o'tiribman balkonda. Bu Sadiya. Sadiya menimcha hali birinchi ko'rishinglar vlogim, hech videolarimga qo'shmayman. Sadiya ikkalamiz balkonda o'tirib gaplashib o'tiramiz. Xo'p, bu yog'ini azbochka bilan davom ettiramiz. Kechki payt ko'chaga chiqmayman deb o'ylagandim, lekin o'rtoqlarim Humo Arenada bo'layotgan festivalga taklif qilishdi, o'shaning uchun keldim birga. Juda ham odam ko'p. Menimcha qanaqadir food festival bo'lsa kerak, chunki katta qozonda osh tayyorlashyotdi. Har xil fast foodlar bor edi bundan tashqari. Shunaqa qilib kunimiz ma'no qilyapti. Biz bundan tashqari Toshkent City'ga ham bordik. Yo'lda ovqatlanish uchun bordik, to'g'rirog'i. Yo'lda ovqatlanib olib uyga qaytdik, lekin ovqatlangan paytlarimizni men videoga olishga ulgurmadim. Shuning uchun hozircha bye.